hamma kutgan yana o'sha Yakkasaroy City Malldan 3 xonali tayyor kiyim-kechigingiz bilan kirib mazza qilib yashashga tayyor uyimizni obzorini boshladik. Bu tomonimizda kuxnyamiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, televizordan tortib xolodilnik, duxovka, mikrovolnovka, 4 kishilik kompleks stol stullarimizdagi bor. Bu yoqdan chiqishimiz bilan detski, ya'ni bolajonlarning xonasiga kirib kelasiz. Kitob javoni, alohida kiyim-kechik uchun shkoflarimizni, dars qilib o'tirishlik uchun alohida joylarimizni va mazza qilib dam olishlik uchun ham joylarimiz bor. Ko'rdinglar. Bu tomonimizda televizorning zona, bu tomonimizda divanning zona. Yoqdan o'tishinglardan bu ota-onalarning o'zini yotoqxonasiga kirib kelasizlar. Ko'rishinglar mumkin, shkofdan umuman muammosiz hamma joyda shunaqa stroyni shkof qilingan. Bu yotoqxonaning o'zini sanuzeli ham bor. Spalniyadan chiqishinglardan общий sanuzelga kirib kelingan o'rtoqlar vannali holatligi ko'rasizlar. Kir mashinalargacha qo'yib qo'yilgan. O'rtoqlar bir bor eslatib o'taman. 3 xonali 90 kvadrat 9-qavatda joylashgan jami 10 qavatli novostroykamiz edi. Yakkasaroy City Mall'ni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Uyimizning eng shirin joyi, narxiga keladigan bo'lsa, $194,000 so'raymiz. Narxiga keladigan bo'lsa, $164,000 so'raymiz. Ozroqgina kelishtirib baraka qilinadigan joyi bor. O'rtoqlar bilasizlar, uy-joy City bilan hamisha oson va qulay.